Xo'p, Qoraqalpog'istonda ekanligimizni qalpoqdan bilsangiz ham bo'ladi, kirib kelgandan. Assalomu alaykum. Nukus qal'asidagi Hilol nashr kitob do'konina xush keldingiz. Azizlar, biz Nukus shahrida Hilol nashrning kitob do'konining yangi manzilda ochilgan do'konidamiz va bu yerda hozir sizlarga manzur bo'ladigan, siz o'qiyotgan va siz xarid qilishingiz mumkin bo'lgan kitoblarni bir boshdan tanishtirishga harakat qilamiz. Umuman do'konga kirib kelganingizda sizni mana shunday chiroyli rangga bo'yalgan, ko'zni quvontiradigan ochiq rangdagi do'konimiz kutib oladi. Bu xudo xohlasa mana endi faoliyatini boshladi. Xo'p, kitob do'konida tabiiy qoraqalpoq tilidagi va o'zbek tilidagi kitoblar mavjud. Qoraqalpoq tilidagi 52 nomdagi kitoblar bor va o'zbek tilidagi, demak, sonini aytmasak ham bo'ladi, juda ko'plab kitoblar bor. O'zingizga yoqqan mavzudagi kitoblarni topishingiz mumkin bo'ladi. Keling bu tarafdan boshlaymiz. Va tokchalar juda chiroyli bezatilgan kitob xaridorlari kelganida o'zlariga qulay holatda bemalol kitoblarni tanlashlari, olishlari, o'qishlari mumkin bo'ladi. Olib bemalol ko'rib, keyin xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Bu yerda mana o'zbek tilidagi diniy, badiiy mavzudagi kitoblar. Javonlarni ham ko'ryapsiz. Turli mavzudagi kitoblar va turli nashriyotlarga oid kitoblar bor. Bu yerda nafaqat Hilol nashrida, balki boshqa nashriyotlarda chop etilgan kitoblar ham o'rin olgan va 2000 ga yaqin nomdagi kitoblarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Hilol nashr kitob do'koniga kirganda ko'zingiz tushadigan barcha kitoblar shu yerda mavjud va bizni eng xursand qilayotgani hozir mana bu Hilol nashriyotidagi chop etilgan kitoblar va aynan shu nashriyotdagi qoraqalpoq tilida chop etilgan kitoblar bor bu yerda. Eng ko'p sotilgan, eng ko'p xaridori bor kitob qaysi deyiladigan bo'lsa, javob tayin bo'lsa kerak, chunki o'zbekchasi ham xuddi shunday holatda bo'ladi. Bu Baxtiyor oila kitobi va qoraqalpoq tilida bu Baxtli Shang'aroq nomida chop etilgan eng ko'p sotiladigan, eng ko'p xaridori bor bo'lgan kitob aynan bu kitob hisoblanadi. Ijtimoiy odoblar va buni qoraqalpoq tilidagisi jamiyatlik adablar, iymon. Eng ko'p xaridorlar so'raydigan, xarid qiladigan kitob albatta Tafsiri Hilol hamda Hadis va hayotni qoraqalpoq tilidagi kitoblari. Ya'ni Hadis va hayot, hadis ham hayot bo'lgan qoraqalpoq tilidagi tarjimasi, Tafsiri Hilolning ham qoraqalpoq tilidagi tarjimasi bor. Hazratni deyarli 90% kitoblari tarjima qilinib, kitobxonlarning qo'liga yetkazish uchun tayyor holatga keltirilgan, qoraqalpoq tilida bemalol xarid qilishlari mumkin. Qolgan sanoqli kitoblari ham tarjimasi xudo xohlasa tugab, nashr etilyapti, chop etilyapti va ular ham o'ylaymizki tez fursatlarda, yaqin yillarda, oylarda yoki kitobxonlarning qo'liga yetib boradi. Xo'p, Qoraqalpog'istonda ekanligimizni qalpoqdan bilsangiz ham bo'ladi, kirib kelgandan so'zimizni boshlaganingizda. Chunki bugun bu yerda ochilish marosimi bo'lib o'tdi va tashrif buyurgan mehmon qadrdonlardan birlari aynan mana shu qalpoqni ham hadya qildi. Shu bilan biz sizlarga xursandchilik bilan bu yerdagi muhitni tanishtiryapmiz. Xo'p, keling yana davom etamiz safarimizni. Bemalol mana stol bor. Kimgadir agar kitobning mavzusi qiziq bo'lib, qani shu joyini bir o'qib ko'ray deydigan bo'lsa, bemalol bu yerda ham mana o'tirish imkoni bor ekan. Chunki hali intervyu bergan mehmonlardan birlari ham aytib turadi, imkon bo'lsa shu o'tiradigan joy bo'lsa deb, mana savollarga javobni shu yerdan ko'rsak ham bo'ladi. Xo'p, mebellar masalasi har doimgidek Hilol nashrining o'ziga xos bo'lgan dizaynda tayyorlangan va shu chiroyli holatda taxlangan. Plakatlarni ko'pchilik xarid qiladi va chiqayotgan payt ham e'tibor berdim. Aksar talabalar o'zlariga bu plakatlarni xarid qilishdi kitoblar bilan birgalikda. Bu yerda esa ana oltin silsila turkumidagi Sahihul Buxoriy, Sahihul Muslim bor, bemalol xarid qilaman degan odamlar kelib xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Bolalar uchun atalgan kitoblar bu bo'limda bolalarga mos kitoblar taxlangan, yoshiga qarab uni qabul qiladigan mazmuniga qarab bemalol tavsiya qilish mumkin. Shu yerdan xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Ayollar uchun maxsus kitoblar va bu yerda turli mavzudagi kitoblar bor. Xullas, kimgadir hadya bermoqchi bo'lsangiz, kitob eng yaxshi hadya bo'ladi. Bu kitoblarni esa tabiiy Hilol nashrini aynan Qoraqalpog'istondagi Nukus shahridagi ushbu do'konidan xarid qilishingiz mumkin. Ham olgan xursand bo'ladi, ham bergan xursand bo'ladi.
Do'kon eshiklari siz uchun ochiq. Keling, xarid qiling, yaqinlaringizga tavsiya qiling. Shu yerdan xursand holda chiqing. Kutamiz.